Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan MSNR strategiyasini ko'rib chiqamiz. MSNR o'zi nima? MSNR bu support va resistance darajalari va likvidness kabi boshqa bozorni tushunchalaridan foydalanilgan holda bozor nazorat nuqtalarini aniqlashga qaratilgan savdo strategiyasiga kiradi. Ozgina bo'lsa ham tushunchamiz bor, unda boshladik. Bugungi ko'rib chiqadigan mavzuimiz bu klassik A va klassik V haqida bo'ladi, ya'ni support va resistance. Bu ikkita pattern juda ham sodda ko'rinishda bo'ladi. Ko'plar aytishi mumkin, klassik уже ishlamaydi va hokazo. Yo'q, hamma strategiya ishlaydi. Siz uni ishlata olsangizgina. U narsa esa ko'p vaqt va opit talab qiladi. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Nega aynan klassik A va klassik V? Bu narsani siz ekranda ko'rishingiz mumkin. Klassik A patterni A harfiga o'xshab ketgani uchun shunaqa deb atalgan. V shuni teskarisi bo'ladi. Tak, boshida aytib o'tganimdek juda sodda ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin bozorda effektiv ishlab beradi. Buni biz endi realniy grafikda ko'rib chiqamiz. Hop, bugungi paramiz HUSD, ya'ni gold. Chartni ochib birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda yaponskiy shamlarni liniyaga o'tkazib olishimiz kerak. Chunki liniyada bu patternlarni topish ancha osonroq. Xo'p, ishlab o'tayotgan joylarni ko'rsatib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin klassik V patterni. Bizga buning minimumi kerak bo'ladi. Minimumini oldik. Oddiy grafik o'tkazamiz. Shpilka urgan. Bozor ketgan. Eslatib o'taman, hamma strategiya kabi bu strategiyada ham tasdiq bilan ishlash kerak. Undan oldin ham xuddi shu pattern ishlab bergan ekan. Buni ham ko'rib chiqamiz. Klassik V. Ko'rib turibsiz. Xuddi shuni oldida yana bitta patternimiz. Bu уже klassik A bo'ladi. Xo'p. Mana. Liniyaga oldim. Bu klassik A. Hayni tortdim. Oddiy shamchaga o'tkazdim. Ozgina yetmay qolibdi. Nicho? Xuddi shuni tegi ishlab bergan lekin 100%. Liniya. Minimum mana V minimum. Klassik A da klassik V ga o'xshab, klassik V da bizga minimum kerak bo'lsa, klassik A da уже high kerak bo'ladi. Shuning uchun highni oldim. Oddiy grafik. Yana xuddi shu holat. Tak. Davom etamiz. Xo'p. Liniyaga oldim. Klassik V tortildi. Oddiy grafik. Tak. Liniya. Klassik V yana. Oddiy grafik. Ketdi. Tak. Bu paramiz уже Euro USD. Bu ham valyutni para. Bunda ham bir ikkita misol ko'rib chiqamiz. Liniya. V. Uzr. V pattern. Oddiy candlega olamiz. Xuddi shu vaziyat. Tak, yana izlaymiz. Yana shu holat. V pattern. Minimum olingan. Shpilka bilan ketilgan. Даже 2 marta kasdan yaqin. Davom etamiz. Klassik A patterni liniya qilib oldik. Oddiy candle qilamiz. Yana shu holat. Klassik V.
olingan. Klassik A olingan. Tak. Yana klassik V. Klassik A mana. Va yana klassik A. Xo'p, bu уже valyutniy para GBP USD. Bunda ham bir ikkita misol ko'rsatib beraman. Ko'rib turibsiz, klassik V patterni. Klassik V minimum olingan. Shpilka bilan urib ketgan. Xuddi shu holatning teskarisi. Klassik A high olingan. Shpilka bilan urib ketgan. Tak. O'chiramiz. Yana shu holat. Klassik V minimum olingan. Shpilka. Tak. Parani almashtiramiz. Bitcoin. Bunda ham bir ikkita misol ko'rsatib beraman. Tak, liniya. Klassik V minimum. Oddiy candle. Mana. Liniya. Klassik A. Oddiy candle. Tak, bu teggan ekan. Yo'q. Bu tegmay qolibdi. Chiqisi yo'q. Teparoqdan izlaymiz boshqalarini. Mana. Liniya. Klassik A. Xo'sh, bularni o'chirib tashlab. Tak. Mana. Yana xuddi shunday ketgan. Klassik V. Liniya. Oddiy candle. Yana shu holat. Aslida bu pattern juda ham ko'p uchraydi. Buni hammasini ko'rsatib berish uchun soatlab vaqt kerak. Qisqa vaqt ichida tushuntirib berishga harakat qildim. Надеюсь, hamma tushundi. Xo'p, shu pattern bo'yicha kirilgan entry'larni ekraningizda ko'rishingiz mumkin.